Salom, men Milana. Xalq tilida aytganda, oddiy til kursi vizasi bo'yicha 1201 Agency potensial strategik ma'lumotlarini havola etaman. Topik 2 yoki Sejong bilim darajangiz bormi? Demak, sizda Koreyaga yarim vizangiz ham mavjud degani. Ammo bu yutuqlaringizni to'g'ri yo'lga yo'naltirishingiz lozim. To'g'ri yo'l deganda, birinchi, universitetga kirish tanlovida elchixonadan viza berilishi mavjud bo'lgan universitetlarni saralab olishingiz lozim. Chunki har yili fevral oyida universitet reytinglari o'zgaradi. Ikkinchisi, o'z ustida kam ishlaydigan firmalar tomonidan talabalarga viza olish yoki ololmaslik imkoniyatini to'g'ri baholab bera olmaydigan yoki Koreyaga yetib borgan do'stlaringizni maslahatidan elchixonaga hujjatlar topshirishda kamchiliklarga yo'l qo'ymaslik lozim. Chunki har semestrda elchixonaga hujjat topshirishda yangi qarorlar tasdiqlanadi. Uchinchisi, vaqt oliy hakam. Harakatlaringiz natijasida viza olguncha bo'lgan davrni yoki taxmin vaqtlar bilan reja tuzib olishingiz shart. Sababi, elchixonaga kech hujjat topshirish natijasida viza chiqishi bekor bo'lishi yoki viza olib ham bora olmaslik aks etadi. Avvalo nasib, tavsiya va imkoniyatlaringizni tahlil o'lchovini bilishingiz zarur. Koreyaga tez borishni emas, aniqroq borishni maqsad yo'lini tuzib oling.